Sizga dedim, men ustozim o'zlari o'rgatganlari bo'yicha mashini, maysarani, karatinoni tavsiya qildim. Mana shu uchalasini. Parokka, 13 yoshli qiz bola edilar. Parok sersa bilan tug'ilgan. Shu qizga shularni tavsiya qildimda, keyin haligi qizga ichish yo'llarini aytdik, qanaqa ichishlarini tavsiya qilib ko'rsatdik. Orada kep turishlarini, biz bilan telefonda gaplashib turishlarini, telefon alishdik. Keyin haligi qiz bilan gaplashib turdik. Mashinani ichdilar. Mashi katta 1 litrli edi u paytda, katta 1 litrlidan oldilar. Keyin yana 2 marta o'sha katta 1 litrlidan, demak 3 litr bo'ldi. 3 ta oldilar. 3 litrda keyin borib tekshirtirdilar parok sersasini bolani, qizni. O'sha u paytda oradan bir 7-8 oydan oshuv vaqt o'tdi. Borib tekshirtirsalar, parok bilasiz, teshik bo'ladi, edi. O'sha qisqargan. Qisqarib anaqa qilgan. Xursand bo'ldilar, voy bunaqasi qisqaribdi dedilar. Keyin u orada biz uzilishib qoldik u odam bilan. Keyin bir nima qildim, 1,5 yildan keyin bir kun yana telefon qilib qoldilar onalari. Gulnoraxon, sizmisiz? Ha, menman. Salomlashdilar, so'rashdilar. Qizingiz qanaqalar, yaxshimilar desam, shunaqa xursandman. Alloh sizlarni umringlarni uzoq qilsin. Endi shunaqa duo qilyaptilar. U duolarni hozir aytolmayman. Shunaqa chiroyli duo qilyaptilar-da, shunaqa chiroyli duo qildilar. Haligi qizlarini umuman parogi yopilib qolgan, yopilib ketibdi. Yaxshi bo'lib ketibdi-da. Endi bu mo'jiza bo'lmay nima?